Mana mas. Qarang. Mana bu 16 Pro Max, 13 Pro Max, mana bu 15 Pro da video yotgan telefonlar edi. Prosta relsimni chiqib qoldinglar. O'shaning uchun hech vaqt bo'lmayapti-da. O'shanga sotavera qoling, 17 chiqdi-yu. Narxini bilasizmi, bilmaysizmi? Yo'q, narxidan xabarim yo'q. O'shaning uchun men bunday videolarni ko'rdim-da, yaxshi narxlarga olib qo'yotgan ekansizlar. O'shanga chaqirib ko'rgisi berib yuboraman, hammasini bittada. Qarang, men sizni tushundim. Men bu 16 Pro Max sizga $1000 pul beraman. $1000 pul beraman. Men bunizga $550 pul beraman 13 Pro Max sizga. 15 Pro sizga $750 pul beraman. Bo'ladimi? Necha pul bo'pti shunda? Hozir men sizga hisoblab beraman, aka. $750 qo'shamiz, $550 qo'shamiz, $1000. $2300 pul bo'layotgan ekan. Sal qo'shmaysizlar? $50 qo'shib beraman. Bo'ladimi, aka? Ya, mayli, tirikchilikda ekansizlar. Haddushi agar naqd bo'ladigan bo'lsa, mayli. Naqd, aka, puli. Ya, bo'l, naqd bo'ladigan bo'lsa, mayli. Rozisiz-a? Ha, bo'l. Tirikchilik qilinglar, haddushi. Men ichidan sanab beraman, aka, sizga. Bo'l. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ko'payib ketdi-yu. Ko'payib ketdi. Ya, mengami yo'q, bunisi. Ya, boshqatdan beri olaman. Ya, mayli, roziman lekin. Yo'q, ko'payib ketibdi.